Qayerga qaramaylik, Robaklin pilisosi haqida juda ham yuqori darajada maqtashayotganiga ko'zimiz tushdi. Xo'p, aslidacha Robaklin pilisosi haqiqatdan ham shunaqa maqtaganchalik zo'r pilososmikan yoki shunchaki reklama? Kelinglar buni sinovdan o'tkazamiz. Robaklin pilisos deganda har doim 3 ta narsani tasavvur qilamiz, ya'ni 2 ta korobka yordamchilari bilan. Robaklin pilososini sotib olaman deyishinglar bilan sizlarga mahsulot bilan birga tushuntirish uchun konsultant jo'natishadi. Ko'rganingizdek, Robaklin pilososini ochib ko'rdim va ustida birinchi shlankasi, keyin esa uning asosi, ya'ni yuragi chiqdi. Chiqsangiz ham, otsangiz ham umuman sinmaydigan tegidagi idishiga suv quyamiz. Aytgancha Robaklin pilososi faqat suvda ishlaydi. Shuning uchun ham Robaklin pilososini sotib olganingizdan keyin yilda 2 marta gilamingizni yuvdirishga berishingizni hojati yo'q. Dangasalik, charchoq, holsizlik bunda sizga Robaklin pilososini aynan havoni tozalaydigan funksiyasi yordam beradi. Da, to'g'ri eshitdingiz. Robaklin pilososi nafaqat gilamlarni, balki uyni havosini ham yengillashtiradi. Gilamlarni yuvadi degani uchun ko'zlarimni cherti yumib, ishonch hosil qilmoqchi bo'ldim va tomat pastasini to'kib ko'rdim. Yuvish funksiyasida 2-3 marta yurg'izib ko'rdim. Ko'rganingizdek, ideal. Xullas, ko'p gapirmayman va video tagida Robaklin to'g'risidagi barcha ma'lumotni yozib qoldiraman.